Assalomu alaykum. Humoyun Usta.uz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Hurmatli yurtdoshlar, navbatdagi darvozamizni ham o'z joyiga chiroyli qilib ustanovkasini qilib oldik. Bu darvozamizni Samarqand viloyati Jomboy tumaniga olib kelib o'rnashtirib berdik. Akalarimiz o'zlari bizni YouTube'dagi kanalimizni ko'rishib, kanalimizga obuna bo'lib, muntazam ravishda kuzatishib, bizga aloqaga chiqishib, o'zlariga yoqqan darvozani tanlashib, albatta zakaz qilishganda, xudo xohlasa joylariga chiroyli qilib olib kelib, ustanovkalarini qilib berdik. Hurmatli yurtdoshlar, bu darvozamiz bo'yicha ma'lumot berib o'tsak, albatta darvozamiz ikkilik listda yasalgan, bir qavatlik ruchnoy rabota darvozamiz. Hozirgi kunda juda ko'p yurtdoshlarimizga ma'qul kelib turgan darvozalarimizdan biri. Darvozamizning razmeri eniga 350, bo'yiga 290 razmerda bo'ldi. Asosiy mana stoyka qismi, chetlari 5 qo'llik shivillar, qovurg'a profillari 6 ga to'rlik 1.7lik stenali qalin profildan foydalanganmiz. Listini aytib o'tdik, pilisavoylik 2lik qalin lista bo'lgan. Darvozamizning kraskasiga to'xtalib o'tsak, aziz yurtdoshlar, kraskasi to'q, mokriy asfalt svetda. Albatta quyosh nuriga, yog'ingarchiliklarga chidamli, sifatli, yaxshi xizmat qiladigan kraskalardan foydalanganmiz. Va mana bu piramidacha gullari, mana shu kofka gullarini polniy tillarang svetga bo'yab, darvozamizning rangiga juda ham bir padmas tushadigan rangga bo'yab, darvozamizni bitirib olib kelib ustanovkasini qildik. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamiz dastavka ustanovkasi ichida 1 kvadrat metri 900 ming so'mdan kelib o'rnadi. Albatta shunaqangi sifatli darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab tayyorlab borib ustanovkalarini qilib beramiz. Aziz yurtdoshlar, videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, oshna-og'in do'stlarga tarqatib qo'yishni unutmaysizlar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.